Samarqand viloyati hududiy qurilish va uy-joy kommunal xo'jaligi nazorati inspeksiyasi tomonidan viloyatdagi qurilish obyektlarida sifat va xavfsizlik talablariga rioya etilishini ta'minlash maqsadida nazorat tadbirlari izchil davom ettirilmoqda. Xususan, navbatdagi tadbirlar davomida Urgut tumani Kamangaron mahalla fuqarolar yig'ini Kamangaron ko'chasida qurilayotgan ko'p qavatli turar joy binosi qurilishi o'rganildi. Natijada qurilish jarayonida bir qator kamchilik va qo'pol qoidabuzarliklar aniqlandi. Jumladan, qurilish olib borilayotgan hudud qurilish chiqindilaridan to'liq tozalanmagan, mehnat va texnika xavfsizligi qoidalariga rioya etilmagan, ishchilar maxsus kiyim-bosh bilan ta'minlanmagan, ogohlantiruvchi himoya lentalari esa o'rnatilmagani, shuningdek buyurtmachining texnik nazorati, loyihachining mualliflik nazorati hamda pudrat tashkilotining ichki nazorat ishlari maxsus axborot tizimi orqali yuritilmagani aniqlandi. Qolaversa, qurilish ishlarida binoning tashqi fasad ishlari tasdiqlangan ishchi loyihadan chetlangan holda bajarilayotgani aniqlandi. Nazorat tadbirlari davomida aniqlangan kamchiliklarni qisqa muddatda bartaraf etish yuzasidan bajarilishi majbur bo'lgan ko'rsatmalar berildi. Xususan, qurilish montaj ishlarini to'liq to'xtatish, tasdiqlangan loyihadan chetlangan holda bajarilgan fasad ishlarini buzib olish hamda tasdiqlangan ishchi loyiha asosida qaytadan bajarish bo'yicha bajarilishi majburiy bo'lgan ko'rsatmalar berildi. Berilgan yozma ko'rsatma talablari o'z vaqtida bajarilmasa, mas'ul shaxslarga nisbatan amaldagi qonunchilikka muvofiq ma'muriy javobgarlik choralari qo'llanishi tushuntirildi. Qurilish obyektlarida nazorat tadbirlari izchil davom ettirilmoqda.